Menga eski klientim telefon qilib, "Xurshida, o'g'illi bo'ldim. Menga bitta oformleniya kerak. Chiroyli qilib bera olasizlarmi?" deb aytdilar. "Xo'p bo'ladi, qanaqa bo'lsin?" desam, Mickey Mouse'li bo'la qolsin, chiroyli rangli havoring bo'lib, har bitta detaligacha ahamiyat berdilar va ularga chiroyli qilib oformleniya qilib berdi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, qanaqa chiqqanini o'zingizlar baho berasizlar. O'g'il farzand niyat qilganlar bitta like bosib, jo'natib qo'yamiz. Duolarim yetib bordi Allohimga, xursandchilik sovg'a qildi dargohimga. Kulib turgan shiringina farishtadek o'g'il farzand berdi mana avlodimga. Kulib turgan shiringina farishtadek o'g'il farzand berdi mana avlodimga. Katta bo'lib baxt omadga to'lgan bola, oliyjanob polvon yigit bo'lgan bolam. Mana jonim, erkatoyim, qora ko'zim, ikki dunyo saodatin ko'rgan bola. Katta bo'lib baxt omadga to'lgan bola, oliyjanob polvon yigit bo'lgan bolam. Mana jonim, erkatoyim, qora ko'zim, ikki dunyo saodatin ko'rgan bolam. Tomirimda oqib turgan qonimsa, vujudimda yashayotgan jonimsa, avlodimning davomchisi sen o'zing. Alloh bergan jonim bola jonimsa, avlodimning davomchisi sen o'zing. Alloh bergan jonim mana bolam. Katta bo'lib baxt omadga to'lgan bola, oliyjanob polvon yigit bo'lgan bolam. Mana jonim, erkatoyim, qora ko'zim, ikki dunyo saodatin ko'rgan bola. Katta bo'lib baxt omadga to'lgan bola, oliyjanob polvon yigit bo'lgan bolam. Mana jonim, erkatoyim, qora